Buni yaxshiligiki remontatni emas mana. Ko'ring kattaligini mana. Hozirgi paytda sulxenlar maydalashib qo'ygan. Bular yirik beryapti. Asosiy hozir uzish mashinadan bo'lyapti mana. Yirikligi. Barglari o'zi chirib yo'q bo'lib ketaveradi buni. Kattaligi juda ham yaxshi. Baribir bozor yangilikka o'rnini bo'shatadi har doim. Hozirgi paytda muddat qo'yilgan, o'sha muddatgacha mana shu barg mana. Mana o'zi chirib yo'q bo'lib ketyapti. Mana meni qo'lim 25 sm. Mana qo'lim yo'q bo'lib qolyapti bargida. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilarimiz. Mana bugungi 15 aprel 2025 yilga alba ko'chatlarimiz holati, alba qulupnaylarimiz holati. Albani yaxshiligiki tepasiga soya setka qilmasangiz ham hosilni yaxshi beraveradi, maydalashib ketmaydi. Hosilni kalibrlari yaxshi bo'ladi. Buni tashqariga ham, ochiqqa ham ekishni tavsiya qilamiz. Mana ko'rib o'tamiz. Mana alba qulupnaylarimiz. Buni yaxshiligiki remontatni emas mana. Ko'ring kattaligini mana. Katta bo'ladi. Mana. Buni yirikligi juda ham yaxshi bo'ladi. Bu yerdan juda ko'p hosillarni teryapmiz. Mana. Mana. Holatlari juda ham yaxshi mana. Hosili maydalashib ketmaydi. Mana solaveradi, aylantirib. Mana ko'rishimiz mumkin. Solib boraveradi mana. Yaxshiligiki buni tozalab haligi narsa qilavermaysiz mana. Kattaligi mana, yirikligi. Hozirgi paytda sulxenlar maydalashib qo'ygan. Bular yirik beryapti. Asosiy sotuv hozir mashinada bo'lyapti mana. Asosiy hozir uzish mashinadan bo'lyapti mana. Yirikligi. Yirikligi juda ham yaxshi holati. Mana ko'rib o'tishimiz mumkin. Chekkalarda mana shuna qilib agar oralig'ini 1 metrga qilganmiz. 1 metr ozgina torliq qilarkan, asli bo'laveradi, biz palagini o'stirganligimiz sababli bittasi chirib qoldi. Chirishga qarshi ham fasiram berib qo'yishimiz kerak. Mana barglari o'zi chirib yo'q bo'lib ketaveradi buni. Mana hosillar. Mana. Mana. Kattaligi juda ham yaxshi. Bir boshdan uzib ketilaveradi buni. Hosillarni solyapti mana. Kichkinasini ham katta qilib soladi mana. Mana. Buni tashqariga ham tavsiya qilamiz. Sababi bizda charli ekilyapti-yu, lekin bir narsadan yangilikni ko'rganda odamlar cho'chiydi. Qanday bo'lar ekan, nima bo'lar ekan? Lekin baribir bozor yangilikka o'rnini bo'shatadi har doim. Chunki buni naslni yaratishda ham, o'sha seleksiya naslchilikda ham hozirgi paytda muddat qo'yilgan, o'sha muddatgacha nav aynishini hisobini olishligi shart qo'yilgan. Chunki yangi nav yaratilishi uchun zamin yaratib berish kerak, 5 yilda u aynishi kerak. Shu shart qo'yiladi. Chunki u umrbod yo 10 yil, 15 yil ketadigan bo'lsa, yangi chiqarilayotgan navlarga o'rin bo'shatmay qo'yadi. O'rin bo'shatmasligi natijasida boshqa seleksionerlar, boshqa naslchiliklar
daromad ko'rmay qo'yadi, patent ololmay qoladi. Shu patentchilar shuni nazarda tutib, o'sha holatlarni ham hisobga olishadi. Shuning uchun yangilikdan cho'chimasligingiz kerak odamlar, dehqonlar. Yangilikdan cho'chimay, bemalol ozgina qilib ko'paytirib olsangiz, bu yildan keyinga qiynalmaysiz xullas. Qiyinchilik bo'lmaydi. Mana qiyinchiliksiz bu yildan keyinga ko'p miqdorda ko'chat olmaysizda, o'zingiz ko'chatni chiqarib ola olasiz. Shuning uchun bu albamizni sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Bunda o'zini mana teplitsaga, ochiq isitilmaydigan холодный teplitsalarga ham ekishni maslahat beramiz. Sababi buni tozalab yurmaysiz doim. O'zidan o'zi mana shu baglari, mana ko'rishingiz mumkin, mana shu baglari o'zidan o'g'it bo'lib, chirib, yo'q bo'lib ketaveradi mana. Mana shu yerda ko'ramiz. Mana shu barg mana. Mana o'zi chirib, yo'q bo'lib ketyapti. O'zini o'zi chirib, yo'qotib, o'g'it bo'lib qolaveradi. Hozir ana shuncha. Mana. Ko'rishingiz mumkin bag'ini ham. Mana bu barglar eski barglar mana. Yomg'ir ham yog'ishni boshladi, xudo xolasa. Mana do'stlar. Mana barglarni o'z-o'zidan chirib borishini ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana qarang, barg mana chirib kelyapti. Mana barg yashnab turibdi. Lekin bu tomondan mana o'zi chirib kelaverar ekan mana. Uzaman mashina tagini. Mana. Barg mashinada chirib mashina kelaverar ekan mana. Xullas chirigani ham o'ziga, ayniyotgani ham o'ziga o'g'itni oxirigacha olib berar ekan. Shunaqa sort ekan mana. Buni sho'r yerda ham sinadik, har usullarga qo'yib, xullas mutatsiyaga uchratdik deyiladimi, shunaqa sinovlardan o'tdi xullas. Shunaqa qilib shoshiling do'stlar. Mana tozalaganimiz ham yo'q, mashinada yotibdi. Shunday solib yotibdi mana. Yaxshiligi jihati shunday ekan. Mana. Mana hosillar. Mana bu joylarda sentyabrda 20-lariga ekkanmiz. Sentyabrda 20-larda ekilgan mashg'ul bunaylar. Mana bular oktyabr oxiriga ekilgan. Bular tanobga qo'yib yuborganmiz mana. Shunda ham soyotibdi. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu oktyabr oyida oxirlariga ekilgan mana. Barglarni ko'rishingiz mumkin mana. Barglarni ko'rishingiz mumkin. Mana meni qo'lim 25 sm. Mana qo'lim yo'q bo'lib qolyapti bargida. Bular quyoshda, to'shni quyoshda yashayapti mana. Qo'limni ko'ring, qo'lim yo'q. Chidamlilik darajasi o'ta yuqori ekan bunda. Mana ikkita begona o'tlari ham bor. Ular uzib turiladi, doim olib tashlab turiladi. Bunaqa o'tlar ham juda ahamiyatli emas ekan bularga. Tanoblarini qo'yib tashlaganmiz, chunki bundan ko'chat olamiz. Juda ham ko'pchilik qiziqish bildiryapti bunga. Mana kalibrlar katta mana.
Sir hosilligi juda ham yaxshi. Yaxshi mana. Tanoblarni qo'yib tashlaganmiz mana. Birinchi tanob o'zi tayyor. Ikkinchisini chiqarib yetarli bo'lsa, shu bilan biz ko'charib olishni boshlaymiz bundan mana. Shu oktyabrda oxiri noyabrga ekilgan bular. Noyabrga ekilgan. Mana ko'chatlari yotibdi tagida. Shunaqa mana bunisi sentyabrda 20larga ekilgan bular. Mana hosildorligi o'ta ham yuqori mana. Bandini ko'ryapsiz mana. Hosili shuncha bor. Bu hali ancha hosil beradi bular. Sal torliq qilar ekan 1 metr. Bu aslida o'sib bitmaydi. Lekin biz o'stirganmiz buni. Mana sekin boshlayapti bu. Tugashni boshlayapti. O'z umrini tugatyapti bu ham. Mana hosil barglarni egib tashlagan mana. Shunaqa gaplar. Shunaqa bizni kuzatishda davom eting do'stlar. Like, podpisatsiya tugmalarini bosib, kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz.